ushbu 6 sotixli joyimiz zudlik bilan sotuvga chiqyapti. Narxi 1 sotiga $7000 baholanyapti. Albatta, o'tib beradigan joy bor. Sizlar bilan birgalikda ichkariga kiramiz. Ichkarida chiroyli sayohat qilamiz. Videoni ko'ring, uchastkani ko'ring. Yoqadigan bo'lsa, hoziroq pastdagi raqamlarga bog'lanib, bitta qo'ldan ushbu joyda xarid qilishlaringiz mumkin. Bunachilarim, biz uchastkamiz oldiga kirib oldik. Mana ko'rishlaringiz mumkin, 20 metrli tashqi fasadga ega. Undan tashqari mana shu ko'rib turgan hamma tereklaringiz do'stlar qoladi. O'sha oladigan odamga deyapti. Bu tereklarni ham ko'rishlaringiz mumkin. To'g'rida molxonasi bor ekan. Molxona xohishga qarab buzib tashalar ekan, olib chiqib ketishar ekan, xohishga qarab qolishi ham mumkin ekan. To'rt burchi, chorsi joy do'stlar. Qo'limizdan kelganicha siz aziz obunachilarimizga ma'lumotlarini yetkazishga harakat qilaman. Xatolari yoki nuqsonlari bo'layotgan bo'lsa to'g'ri tushunasizlar. Video yoqayotgan bo'lsa, albatta like tugmasini bosib qo'ying. Bu tomonda metrlab berishga qo'limizdan kelgancha sizga bu tomon nechi, bu tomoni nechiligini qo'ldan kelgancha videoda sizga tushuntirib berishga harakat qilib boraveraman. Xo'p do'stlar, mana ko'rishlaringiz mumkin, to'rt burchi holatda. Enini 20 metr hisobladik. Hozir mana molxonalar borligi uchun uzunasini hisoblamayapmiz. Hozir bu tomonga o'tib, agar imkoni bo'ladigan bo'lsa, sizga uzunini ham necha metrligini qo'ldan kelganicha aytishga harakat qilib boraveraman. Ungacha siz videoga like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Mana shu terekdan bu tomoni sal 1 metr joy tashladigan bo'lsa, deylik bu tomonimiz mana ko'rishlaringiz mumkin, 5 metr chiqadigan bo'lsa, shu 5 metrdan bag'ini hisoblayveramiz. Hozir bu tomonga o'tib olsak, bizga tekisroq joy bo'lar ekan do'stlar. Sababi bu tomondagi hovlilar uy egalarining o'zlariga qoladi. Faqatgina biz bu tomon tekisligini hisobiga 5 metr joy tashlab turib, bu tomonini sizga qo'limizdan kelganicha sanab ko'rsatishga harakat qilamiz. Xo'p, 5 metr hisoblasak, bu tomonimiz borda, ichkarida 5 metr bo'ladigan bo'lsa, bag'ini sanab ketaveramiz. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 metr. Hurmatli obunachilarim, e'tibor bering, uygacha 26 metr kelyapti. Endi biz darvozaxonadan hisoblab qo'yamiz. U tomoni 26 metr bo'ladigan bo'lsa, bag'i mana ko'rishlaringiz mumkin, 27, 28, 29, 30. Bu degani 20 ga 30 joy zudlik bilan sotuvga chiqyapti. Eni 20, uzuni 30 metrli ushbu joy sotiladi. Ko'ring, yoqadigan bo'lsa, hoziroq pastdagi raqamlarga bog'lanasiz va ushbu joyda bitta qo'ldan xarid qilishlaringiz mumkin. Mana shu yerdan devor tortiladi, shu shlokablokda o'sha qirg'og'iga keladi, u tomoni sizga qoladi. Bemalol darvozangizni ochib, o'zingizga chiroyli imorat solsangiz bo'ladi. Hujjatlari joyida, sababi hovlini yarmi bo'lganligi uchun nomingizga o'tkazib berishadi. Kichkina xatolari yoki nuqsonlari bo'lgan bo'lsa, to'g'ri tushunasizlar. Video yoqqan bo'lsa, albatta like tugmasini bosib, kanalga obuna bo'lib, shunaqangi gaz, suv, sveti bor joydan joy yoqtirayotgan do'stingizga ushbu videoni jo'natib qo'ying, sababi joyimiz zudlik bilan sotuvga chiqyapti. Doimgidek Farg'ona shahridan Sergey Pazbekning jamoasi bo'ldi. Keyingi yangi videogacha xayr, o'zlaringni ehtiyot qilinglar.